ona tili, matematikadan olgan bilimlarini mustahkamlash tarzida kichkinagina o'yin tashkil qildik. Sizlarni o'quvchilarimizni 3 ta guruhga bo'lib oldim. Birinchi guruh etchirlar guruhi, ikkinchi guruh zukkolar guruhi, uchinchi guruh bittadan tuxumchani olgan holda ko'p xonali sonlarni to'g'ri o'qib beramiz. Tushunarlimi? Tayyormisiz oshiga? 12 million 98 ming 365 million 498 ming 888 659 million 86 ming 567 6 million 876 Zukkolar guruhi bu shartni a'lo darajada bajarib, bitta laykni qo'liga shartlarimiz bor. Tabassum qilgan shartlar. Bitta shartni biz tortamiz. Qaysi shartni tortsak, orqasida raqam yozilgan. Shu raqamni asosida savollar beraman, savollarga javob beramiz. 8-raqamdagi savol. Quyoshga yaqin sayyora nomi. 5-chi oy va yulduzlar tarkibini kim o'rgangan? Qarang. Zukkol. Tezlik bilan yozib, qaysi guruh birinchi o'rinda ko'tarsa, o'sha guruh bittadan laykni qo'lga kiritadi. Tayyormizmi? 117 ming 245.